Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi videomizda o'rganishlarimiz Gullan yo'li 31-maktab yonida shunday 2 qavatli 100% pishgan karishdan solingan birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham plita bilan bosilgan podключ xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. 232 kvadrat metrda joylashgan ekan. Tashkentskiy stilda solingan, ildira steshka bo'lgan, so'qillari murammal qilingan, avtomat darvozalar qo'yilgan. Yurtgansin paxsalarni ustidan shipir qilganlar, hurmatli vatandoshlar. Bismillah biramiz. Gaz, svet, suvlari, boz, cho'chiklari hammasi qo'ygan. Местоположенияsi ham yaxshi, ko'chalari keng. Izlayning bismillah deb hovlisidan ham girdik. O'ng tarafimizda mashina qo'ygan местоsi bor. Hurmatli vatandoshlar, fasad qismi polniy travitin qilingan, naves qilingan, mashinalardan yeri bir anda tapchan qo'ymagan местолari bor. Ziloniy zonachasi, kanalizatsiya chiqqan. Yurtgansin tarnovlar ham o'rnatilgan. Tarnovdan kelgan suvlar ham to'g'ri kanalizatsiyaga yetadi. Izlar tayyor xonadon. Bedening prixожий zonasi, ya'ni tamburan bor, balkon qismi ham bor, balasinalar o'rnatilgan. 232 kvadrat metrda joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Azizlar, 2 qavatli podключ xonadon. Bismillah deb giramiz. Ishlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Girgandan beri azizlar, oyoq tellarining kafil qilingan, tepli pol, beram, dalon qismi ham tepli qilingan. Chap qismida azizlar, elektrika avtomatlari shu yerda joylashtirilgan. Hurmatli vatandoshlar, o'ng tarafimizda rakovinalar qo'yilgan, kafillar qilingan, suv, svet, gaz hamma gap turibdi. Belayning daborlari bor, narishlar, koronalar ham o'rnashtirilgan. Bu tarafda, hurmatli vatandoshlar, dalonimiz 5 720 razmerda tushgan. 720 katta dalon, bu yerda lestnitsamiz quyma bo'ladi, chiroyli qilib betondan quyib chiqarib qo'ydilar. Oppoq svetlarga bo'yab, ramkalar qilib Yevro stilda remont qilganlar. Perdalar bosilgan, lyustralari bor, patolog qismi azizlar gipsokarbondan figura qilganlar, led chiroqlari o'rnashtirilgan, galogenlar ham bor azizlar. Joyimizda kamiz joy yo'q, remont qilaman deb yurmizlar, 100% tayyor bo'lib turibdi azizlar. Bu yerda esa zal qismi bo'ladi. Zalimiz eni 3,5 metr, uzinasini 720 razmerda tushgan beram, chiroyli qilib remont qilganlar. Patolog gipsokarbon azizlar figura qilib qo'ydilar, galogenlari bor. Bu yerda trezor zonasining rozyetka antenna joylari bor. Perdalari qistilgan, lyustralari bor, led chiroqlar, galogenlar o'rnashtirilgan azizlar. Oyoq teri laminatlar yoyilgan, plyonkalar o'rnatilgan. Bir zalimiz registrda qizadi azizlar. Tepli pol yerlari, bir prixожий zonasi, keyin dalon, koridor, sanuzel, oshxonalar, tepli pol. Qolgan yerlar hamma registrda qizadi. Azizlar, dalonimizning trezor zonasi bu yerda joylashtirilgan. Bu tarafda oshxonasi, sanuzeli, spalnisi joylashgan. Bu yerda shunday koridorchasi, chap tarafda bu yerda spalnisi 320, hurmatli vatandoshlar, 460 razmerda ob'oydan chiqqan. Patolog natija galogenlar, lyustralar bor. Natija aynalar plastiklarni, aynan tenda registrlar ham zo'rindan qo'yganlar. Bu yerda sanuzel qismi. Sanuzel ham keng, vanna, unitaz, rakovina qo'yilgan. Bu yerda ariston, kir mashina to'shqilaricha qo'yib ketganlar. Qo'y kafil qilingan. Ishlar ham zo'rindan qo'yganlar. Nalishlari boyning sifatli, ajoyib ishlardan qo'yganlar. Birimiz 3,5-460 kattalikda oshxona qismi bo'ladi. Oyoq terlar, kafir ham tepli pol. Bu yerda tepli pol kollektorlari, shu yerdan ligoropka qilsangiz bo'ladi. Bu yerda moyka uchun to'shqalar. Fortiklar qilingan. Duh kontrni atablina bor. Eko firmanikazda reduktorlar ham qo'yilgan, gaz to'shqi kelib turibdi. Orqa tarafida ozgina bir местоsi bor, uni ko'rsatib o'tamiz. Shunning ziloniy zonachasi qolgan. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda gaz cho'chiklari ham qo'yilgan. Ishlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Orqa tarafda bu yerda lyustrasi bor, patolog natija, galogenlar qo'yilgan, dimoxod joylari bor. Bizda 100% pishgan karishdan yana xonadonimiz. Narx ham zo'r, ajoyib narxda. Lestnitsamiz quyma, oppoq svetlarga bo'yab qo'ydilar. Plyonkalar ham boynak. Yurtgansin. Chiroyli joy. Yevro stilda remont qilib qo'ydilar. Plandan gapsiz bo'lishi mumkin emas. 6 xonasi, bir daloni bor. Bismillah deb chiqdik ikkinchi qavatda. Bu yerda zal, spalni, keyin bu tarafda yana bir spalni, sanuzeli, bu yerdan spalni, 4 xonasi bor. Shu xonamizdan boshlaymiz. Donishtirib, yana ajoyib ishlar qo'yilgan, keng tushgan, yana 5 metr bor, belgingizda 4,5 metr, 470 chiqadi.
Bir arkayın spalni garnituralarınız hem möcü sığadı. Spalnisi hem şikafı hem termosu, ismi taburotkeler hem möcü sığadı. Bir de buralara ondan sorganızlar. Yani sivtinlikler, raziyetke kulçatlıları bu. Perdeli asılgan, lüstralı urnaştırılganızlar. Led çırakları bu. Patolog gipsakarına figura kılgallar. Bu tarafta yine bir ulusuna balkon kısmı var. Balkonda çıkıyı bir yazın günde hem alayı bu tasanlıklar boladı ezler. Şimdi teyyar caylan kara bir yerler bolsa ezler. Patkuliş girip yaşayman diyen vatandaşlarımız olsa benim olan müracaat kılaverasizler. Yanımız yine zal kısmı boladı. Zalımızdan giyin 720 yıllık eni 3,5 metr kattalikda. Evrosilda ramkalı qilib, chiroyli qilib remont qilganlar ham joyimiz baland solingan. 100% pishgan karushdan shu yerga e'tibor qilingizlar. Bir danam xom yo'q. Bu yerimiz esa registrda o'rnatilgan bu yerda aynalar plastromondan podogolnik ba patolog o'rtalar natija chetlariga gipsakardon galagen listralar o'rnatilganizda. Gaz ve su çeşitleri hemmesi koygan. Daborlara bu aynengizler. Daborlar yerden çıkmamış o yüzden hem koyganlar. Bir de patolog kısmına etibar kılın çırayla kalıp gipsakardonlar figura kılıp koydular. Akkurat ne kılıp ezler. Ben de spalnesiyle 324-60 kettelikte çıkan ayak filan laminatla yayılgan diyolla mu işi aboyladan faydalangalı diyolla aynen. Jalüzleri bağ, patagonlik, registrler, lüstralar, galagen, kendinizler hemmesi tak halatında ezler. Yanımız sanozeli, ikinci sanozeli boladı yine. Birem çırayla kafirlerden faydalanıp koydular, patologdan tecrüy, vanna unitaz rakamlar koyulgan. Tarafta katta spalnisi 3,5-4,60 kattalikda. Hurmatli vatandaşlar, aboydan chiqqan mo'yishchi oppoq yarki aboyladan. Patolog beradigan tejroy lyustra perdelari bor. Chiroyli. Dokument tax doğru notarsa borib oforma qilib beriladigan azizlar. Gaz ve suları vip yana tarafta bog'cha maktab bor. 31-sonli maktab Yangianzida joylashgan. 18 marshutamiz turibdi. Hech narsadan muammosi yo'q azizlar. Kelib faqatgina yashash kerak xonadonimizda. Naqd pulda sotiladi azizlar. Ikkilamchi kredit chiqmaydi. Ikkilamchi kreditda oladigan bo'lsangizlar налог chiqadi azizlar. Налогni to'layman desangiz berishi mumkin. Bo'lmasa berib bo'lmaydi. Narxini aytib ketaman bo'lsak, 108 ming dollar aytilib turibdi. Hurmatli vatandaşlar, so'mda 1 milliard 300 bo'ladi. Gelishadigan yeri bor. Gelib ustida savdosini qilib kelishib olaverasizlar. Hurmatli vatandaşlar, kimdir do'ylardan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, priyom videosini yanına olib kelamiz. Hurmatli vatandaşlar, kanallarımıza abone bo'lmoqlar bo'lsa, abone bo'lib, videolarimize like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayr deb qolamiz.